Evvel çizla vatandaş, andan muhakeme vatandaş. Bugün çizla işkemeyen 24 yıl 6. ayının 18. günü vatandaşım. Göptige Seyşembe vatandaş. Endi sizler bilen bir işki cümlede eğer olturup muhakeme kılıp bakaylı vatandaşlarım. Közeynigim bile yere qaryanmadım onu. Nemeni muhakeme kılmayız vatandaş materyalını tapşırdık sizlerge. 6. ayının 13. günü Amerika Birleşmiş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palata hem dedim 5. ayının 29. günü allaqachon Kengash Palatası hem bu kanun layihini ma'qullab bo'ldi. Bu kanun layihı Tibet doğrusidagi bu kanun layihı hem de prezidentga yo'llanadi. Prezident imza qo'yadi. Hozir Jungoning bayonotchisi prezidentning imza qo'ydiganligi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning imza qo'ydiganligi mumkinligi to'g'risida o'zining qarshi maydonini bildirib, bayonotchi Linjan Jungoning bayonotchisi Linjan o'zining ifodasiga bayonotini e'lon qildi. Qarshi maydonini bildirib. Vatandaş, endi bu ish qanday bo'ldi? Men boshda aytdim. Kanun layihı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti onun imza qo'ysa, kanun layihı resmi qonunga aylanadi. İcra qilish muqarrar bo'lgan, ijro qilish zarur bo'lgan, ijro qilish mutlaq bo'lgan qonunga aylanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida shunda qonunga aylandi. Bu qonun loyihaning mazmuni nima edi? Jungo bilan Tibet o'rtasidagi masalalarni hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi. Ama mavzuning o'ziga qarab, hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi. Tunugun men dinimde vatandaş başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarga kuch ato qilsin tabiat. Başlandı deganidim bugun ham shundoq deyman. Başlandı. Endi biz chekinib turib mundaq bir ishki hodisini, yaqindagi ishki hodisini tahlil qilaylik. Hozir navbat to'rbetlarda hadab hozir bütün tema mavzular mana shu mavzular masalan Jungoning 2 dona yadro suv osti parxodi Finxo taqim orollari atrofida yer suv ostidan suv yuziga chiqqan gap. Suv ostidan suv yuziga chiqish bu hodisasini hozir bular tadqiq qilib o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasining Yaponiya dengiz armiyasining nazoratidan qochib suv yuziga chiqdi degan xulosa kelishdi. Finxo taqim orollari Jinmin Finxo taqim orollari yanlari Tayvanning egilik huquqi doirasidagi orollar yoki Tayvanning tuprog'i desangiz bo'ladi. Bu yerda qilib tursin. Hozir endi bugun Yaponiyadagi hozir sizlarga davomli ismini aytib turgan Jansinji. Bu obdan tahlil qildigan nima edi? Bu biron Uyg'ur to'g'risi xato gap qilib shuningdek xo'sham ketdi bu Xitoydan. Lekin bugun nima dedi desangiz 18. kuni so'zlagan leksiyasida biz boshdan oxiri sizlarga aytib kelayotgan, sizlarga topshirayotgan bir ish 3-chi umumiy yig'in, 20-chi navbatlik 3-chi umumiy yig'in. Aslida 2023-yil 11-oyda echilishi kerak edi. Biz buni nima deganda asosi kadrlar xizmati, kadrlar masalasini bir taraf qiladi, 3-chi umumiy yig'in degan edi. Endi hozir bu yig'in tortilib, kayniga tortilib 7-oyga qoldi vatandaş. Endi 6-oy tugadi hisobda. 7-oy qoldi. Bu 3-chi umumiy yig'in 7-oyda echiladi ekan. Şungacha bo'lgan oraliqda 3-chi umumiy yig'in to'g'risi to'xtalgan torbetlari, obzorchilar, video film ishlagichilarni bir eg'iz gap eg'izdan tushmadi. Davomlashib keldi. U nima? Bu qatam Rais Xi Jinping bu yig'in orqali Jungoda islohot va ishni echib etishni boshqadan boshlaydi va shu to'g'rida siyosat belgilaydi.
Bundan keyin yana nima dedi? Jungoning hozir chekinayotgan iqtisodini qanday qutuldirib qilish to'g'risida siyosat belgilaydi va shu to'g'rida hujjat chiqaradi dedi. Mush gap asosli ko'z bo'lib keldi. Anda qo'shimcha uy imorat iqtisod savdosimi shuning qatorida. Mushularni tilga ilinib keldi. Boshqa hech qanday gap bo'lmadi vatandosh. Biroq bugun Johnson nima deydi unda? 20 navbatlik 3-chi umumiy yig'in iqtisod masalasini muhokama qilmaydi. 20 navbatlik 3-chi umumiy yig'in hargizmi ishni echib etish va islohot siyosatini va yoki buni chunqurlashtirishni muhokama qilmaydi. Qo'shimcha diplomatiya to'g'risida bir masalalarni muhokama qilishi mumkin. Ben bunun qo'shilmayman. Bugun Jungoda diplomatiya degan narsa qolmadi. Mavjud emas. Allaqachon tugadi vatandosh. Chunki hozir g'arb dunyosining Jungo qaratgan maydondan qarasangiz, diplomatiya degan allaqachon tugadi. Jungo uchun tugadi. Buni Johnson shunday debdi, men buni qo'shilmayman, lekin yuqorqi ishga qarshi gapga qarang, ha? Asli kishilar kutayotgan narsalarni bu qatim 3-chi umumiy yig'inda muhokama qilmaydi. Andın Johnsonga qo'shimcha qilib nima dedi desangiz, nemishqa jiddiylashib ketdi Jungnan-Xay. Jungnan-Xay patparoqchilik ichida jiddiylashib ketdi deydi. Undan keyin hozir tunigillatim bo'lsa kerak, Rais Xi Jinping mundaq ikki qiz gap qildi vatandosh. Nima debdi udan? Bu ya gayu Gaoyashan. Gaoyashan degene yuqori besimlik toksimi degene Xitoycha. Buni biz nima deymiz? Jiddiy masalalarga aralashma degan gap vatandosh. İkincisi Rais Xi Jinping'in degeni merkez darajali kadrlar bo'lsin va yerlik kadrlar bo'lsin, bizning yaqindagi siyosatlarimizga, qarorlarimizga muhokama elib bormasligi lozim. Bu to'g'rida fikr bayon qilmaslik lozim. Pechat cheklandi degan gap. Şendinizmi? Hatta bunun merkezdeki adamlar mı çeklendi? Yerlik adamlar mı çeklendi? Merkezden yakında 7. umumiy yig'inda muhokama qiladigan va o'tirib qo'yadigan masalasi to'g'risida hech qaysi gap qilmaysa. Gaoyashan sezgur masalalarga chekilmaysa. Ko'rdingizmi? Merkezi komitet ish qiladi. Merkezi komitetning atrofidagi va shuningga yaqin turadigan odamlar bundan xabar topmaslik kerak. Yo'q, xabar topsangmi vaqti kelganda xabar topsangmi qarshilik ko'rsatishga ruxsat yo'q. Muhokama qilishga ruxsat yo'q. Chaqilishga ruxsat yo'q. Bu nima gap vatandoshim? Bu nima gap? Hozir Johnson degan nima dedi? Biz nima dedik? 7-chi umumiy umumiy yig'in. 20-chi navbatlik 3-chi umumiy yig'in kadrlar masalasini bir taraf qiladi. Esa shunday qilib kelgan. Bu qatimi shunday qilishi kerak. Ondaqda bugun Johnsonga savol qo'yib nima dedi? İki adam, biri Chingam, ikincisi Li Shangfu ma? Davlat Mudofaa Ministri sobiq Li Shangfu. Chingam. Bu ikkisi to'g'risidami? Ya bundaq gap yo'q. Bular nima uchun g'oyib bo'ldi? Bular zodi nima xatolik o'tkazdi? Diplomatiyaga taalluqmi, harbiy ishlarga taalluqmi? Bu to'g'rida Markaziy komitet bir nima deyish kerak degandimi? Dal shu 20-chi navbatlik 3-chi umumiy yig'inda bir nima deyish kerak. Demak, bularning qismi bu qatim umumiy yig'inda eg'izga elinmaydi. Undaqda Jungnan-Xay nimaga jiddiylashadi? Nimaga patparoq bo'lib ketdi Jungnan-Xay? Johnsonning qo'ygan savolidir-mi? Yaponiyadagi obzorchi Johnsonning qo'ygan savol. Endi hozir masalaga qistirib o'tadigan yana bir xabar vatandosh dal mushu kunda yoki 7-oyda Jungo Kompartiyasining 20-chi navbatlik 3-chi umumiy yig'ini echilishining harpisida dal bugun Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Chaushanga ziyoratga yetib keldi vatandosh. Uzoqdan aytganda 2000-yili bir qatim kelgan bo'lsa kerak. Shuningdek aytganda 24 yildan keyin, chorak asrdan keyin daga. Chorak asrdan keyin Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Chaushanga yetib keldi. Bu oraliqda yuz bergan ikki voqea biri
NATO endilikte Rusya'ya berediğin yardımını toxtat. Bu sana agahlandırış dedi. Jungo hükümetiga qarta. Ondan keyin bugün hazır video filmde mavzu bulup keldi, resmi maqala bulup kelmedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo Rossiyaga yordam berishni to'xtat dedi. Demek bu iki taraftan kelayotgan iki xil fikir, iki o'xshash fikir. İki taraftan kelayotgan fikir biri NATO, biri Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi va davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Dal mushundaq vaqtda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Chaushanga keldi. Maqsad nima ekan desa, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik munosabatining doirasini kengaytirish. Yana bir xabarda deyilishicha, hozir Jungo Kompartiyasi Rossiyaga endi hech qanday yordam berolmaydi. Bu xalqaro jamiyat tarafdan cheklanadi. Hozir NATO dedikmi? Dedik. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi dedikmi? Dedik. Cheklandi. Rossiyaga Jungo endi yordam berolmaydi. Xo'sh, undaqda Vladimir Putin prezident Chaushanga yordam izlab kelgan bo'lsa, kelishim imzolaydigan bo'lsa, o holda Qadinas do'sti Chaushan bilan Qadinas do'sti Jungoning o'rtasidagi munosabat nima bo'ladi vatandosh? Bu bir. İkincisi yani mushundaq bir kunda 3. umumiy yig'in ochiladigan mushundaq bir kunda prezident Vladimir Putin nimishqi mushundaq fursatni tanlab oldi. Nimishqi fursatni tanlab oldi. Buni ko'rib oling, do'stim. Endi siz oxirida bu so'zimga diqqat qiling. Jungo Kompartiyasi yaqinda 7-oyda 20 navbatlik 3. umumiy yig'inni ochadigan mushundaq bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasining vakillar umiga yoki Avam Palatasida partiya guruhlaridan alqagan palata a'zolaridan tashkillangan vakillar umiga dal mushundaq paytda Jungo Kompartiyasi 3. umumiy yig'in ochadigan mushundaq bir paytda daram salaq yetib keldi. 19-kuni Dalay Lama bilan ko'rishdi. Ondaqda 20 navbatlik 3. umumiy yig'in uni muhokama qilmaydi, buni muhokama qilmaydi, uni tadqiq qilmaydi, buni kun tartibga qo'ymaydi deb bo'ldi hozir. Anladingizmi? Ondaqda 3. navbatlik umumiy yig'in qaror qiladigan intayin zo'r masala. Hozir video filmlarda gap intayin zo'r masala. Qaror va belgilama e'lon qildi 20 navbatlik 3. umumiy yig'in dedi. Undaqda bu yig'in e'lon qiladigan qaror, belgilama intayin zo'r cho'ng siyosat nima? Vatandoshim, cho'ng siyosat nima? Men hozir dedim sizga esingiz yana bir keltiraymi vatandoshim? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi vakillar umiga daramsalog'i tushdi. Tibetning ruhoniy dois Dalay Lama bilan ko'rishdi. Qonun loyiha to'g'risida, yani nurg'un masalalar to'g'risida muhokama olib bordi. Bu gaplarni hozir sizga yetkazdim. Undaqda Jungo Kompartiyasining 7-navbatlik 3. umumiy yig'ini qaror qiladigan cho'ng siyosat nima? Belgilaydigan cho'ng siyosat nima? O'tirg'i elib chiqadigan va e'lon qiladigan cho'ng siyosat nima? Bugun Davlat Majlisi vakillar umigining tarkibida Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasining sobiq boshlig'i Nancy Pelosi xonim bor. Rahmat sizga Nancy Pelosi xonim, sobiq parlament boshlig'i. 2022-yil 8-oyning 2-kuni Tayvanni ziyorat qildingiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga Nancy Pelosi xonim. Bugun daramsalani ziyorat qildingiz. Ata Dalay Lama bilan ko'rishisiz. Buning uchun ham
Rahmat sizga. Sobiq Avam palata boshlig'i Nansi Pelosi xonim.